Yurak uchun eng xavfli 5 ta odat. Birinchisi, fast food iste'mol qilish. Agar siz har kuni fast food iste'mol qilsangiz, uni tarkibidagi tuzlar, ximikatlar, trans yog'larning ko'pligini hisobiga qonda xolesterinni ko'paytiradi. Ikkinchisi, kam harakatlilik. Agar siz aytishingiz mumkin, ertalabdan kechgacha ishdaman, ishim o'tirib ishlaydigan ish, yurishga vaqtim yo'q deyishingiz mumkin. Lekin hech bo'lmasa kuniga yarim soat yurishingiz bu yurak qon tomir sistemasi kasalliklarini ancha kamaytiradi. Masalan, obedga chiqqanda ham mashinada emas, piyoda borishingiz mumkin. Shuni o'zi boyagi kasalliklarni oldini olishingizga yordam beradi. Uchinchi odat bu chekish. Chekish faqatgina yurak qon tomir sistemasiga emas, balki butun tanaga zarar yetkazadi. Arteriyalarga chekish katta zarba beradi. Ya'ni arteriyalarda aterosklerotik blyashkalar hosil qilishiga olib kelib, bu esa infarkt va insult xavfini oshiradi. To'rtinchi odat bu spirtli ichimliklar. Qon bosimini ko'paytiradi, teri ostiga yog' to'planishiga olib keladi. Beshinchi odat bu ko'pchilik ahamiyat bermaydigan, ko'pchilik qilmaydigan odat. Bu nima? Bu o'zini vaqtida tekshiruvdan o'tmaslik. Vaqtida tekshiruvdan o'tib turishingiz kerak. Ba'zan genetik moyillik sababli, ba'zan turmush tarzini noto'g'ri sababli yurak qon tomir sistemasi juda ham tez rivojlanib ketishi mumkin. Bu videoni tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Sanab o'tilgan zararli odatlarni qilmanglar. Bu yurak qon tomir sistemasiga katta zarar bo'lishi mumkin.